Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar, sog'lig'ingiz qanaqa? Ro'za Ramazon oyining 6-kuni mana bugun. Xo'p, biza aytgandim, ro'za oyi tugaguncha 500 ta bo'lishimiz kerak. Juda ko'p kishi подписка bosmasdan kuzatayotgan ekan. Даже misol uchun aytaylik, 200 ta prosmotr bo'lsa, 3 ta 4 ta odam подписка bosyapti. Bu nima hol? Подписка bosinglar, men sizlarga har doim to'laydigan ishonchdan, misol uchun man sinovimdan o'tgan, pul kirgizib, pul chiqaradigan bo'lsa, misol uchun pul kirgizadigan bo'lsa, tekshiraman, pul kirgizib chiqaradigan bo'lsa, misol uchun pul chiqarib ko'rsatib, keyin video qilaman sizlarga. Skam loyihalar, hack projektlar, qanaqadir qimor yo shunga o'xshagan bir misol uchun moliyaviy piramidadan chiqarmayman umuman. Har doim ishonchli bo'lgan Telegram bot deymizmi, sayt deymizmi, proyekt deymizmi, xullas, programmalar deymizmi, shunaqa narsalar chiqaraman sizlarga ishonchli bo'lgan. Real pul ishlasa bo'ladigan. Xo'p, qaranglar, bugungi videomizda Money2B bot haqida gaplashamiz. Bu botni bilganlar biladi. Misol uchun ton ishlab yurganlar, passiv tarzda ton ishlab yurganlar biladi. Mana bu haqida agar uncha yaxshi bilmasanglar, endi ko'rayotgan bo'lsanglar, vaqtinglar bor, 3 kun bor. Kam bo'lsa ham ton ishlab olish uchun 3 kun vaqtinglar bor. Endi ulgurasizlarmi yo'qmi, qancha ishlashga. Xo'p, mana kanalimda topishinglar mumkin. 2 hafta oldin joylaganman. Xo'p, hozir 1 daqiqa. Mana 2 hafta oldin joylashtirganman videomni. 2025-yilda sarmoyasi ton ishlash. Endi bu dakansa ishlaydi deb o'ylagandim, yo'q. Ushbu botimiz o'z yo'nalishini o'zgartiryapti ekan. Hozir kirib sizlarga ko'rsataman. Agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, bu videoni shu bot haqida birinchi marta eshitayotgan bo'lsanglar, o'sha 2 hafta oldin chiqargan videomni ko'ringlar, batafsil tushuntirganman hammasini, pul chiqarib ham ko'rsatganman. Xo'p, mana playga bossak, botimizga kiradi, ozgina kutsak. Xo'p, mana qaranglar. Mana bu yoqda bizni M2B tokenlarimiz yig'iladi. Mana bu yoqda bizda har 10 daqiqada nechta M2B tokeni kelib turishini aytadi. Bizlar mana bu yoqda M2B tokenlarimizni tonga almashtirishimiz mumkin. Keyin bizlar M2B tokenlarimizni like ga almashtirib turib, like ni evaziga mana bu har 10 daqiqada keladiganini kuchaytirsak bo'ladi. Xo'p, M2B asosan misol uchun bu like'larni vazifalar bajarib olsak arziydi. M2B tokenlarni esa tonga obmen qilib qo'ysak, yana ham yaxshiroq. Mana qaranglar, hozir men bunga har soatda yo har 3 soatda yo har kun kirishim shart emas. Misol uchun bir oyda bir kirsam ham M2B tokenlarni men yig'ib turgan bo'ladi. Men boya kirib oldim, mana yana bir marta bosib ko'rsam ham mana shu o'rtaga mana menga 103 ta M2B tokeni taqdim etildi. Xo'p, mana endi ikkinchi bo'lim bilan tanishamiz. Mana aytgan bo'limim upgrade channel. Upgrade channelda mana har 10 daqiqada misol uchun menda 115 ta kelyapti. Shuni 116 ta qilishim uchun, yana +1 qo'shilishi uchun menga 10 ta like kerak bo'lar ekan. Mana menda 11 ta like bor. Bemalol kuchaytirsam bo'ladi. Hozircha lekin kuchaytirmay turaman, chunki sababini aytaman. Xo'p, mana exchange bo'limi. Exchange bo'limida biza mana xo'p 1 daqiqa. Xo'p do'stlar, qaranglar. Bitta narsa, ushbu botimiz o'z yo'nalishini o'zgartirgan dedim. Endi misol uchun bu botni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa ham start bosib ishlashi mumkin, chunki hozir sababini aytib o'tib ketaman. Oldinlari mana bu yoqda M2B tokenlarimizni tonga obmen qilsak bo'lasdi. Endi hozir bu narsani o'chirib qo'yishdi, faqat like ga obmen qilsa bo'lar ekan bu narsani. Chunki hozir sababini aytaman. Mana withdrawal bo'limi, agar yig'ib qo'ygan tonimiz bo'lsa, mana minimalkani qaranglar, 0.01. Misol uchun kimdirlar 0.02, 0.05, 0.1 yig'ib qo'ygan bo'lsa, chiqarsa bo'ladi. Oldinlari bu 0.2 ton edi minimalkasi. Hozir vobshe kamaytirib tashlashdi. Chunki misol uchun mana bu yerda toni borlar tezroq chiqarib olsin, keyin botning yo'nalishini, ushbu Telegram botning yo'nalishini o'zgartiramiz deb. Menda hozir 0.16 ton bor. Buni ham yechib ko'rsataman video davomida. Yechishga qo'yaman, keyin to'lab bersa videoni davom ettiraman yoki agar cho'zilib ketadigan bo'lsa bu videoni YouTube'ga qo'yamanda, to'lab berganligi haqidagi chekni o'sha Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal albatta kommentariyada topishingiz mumkin bizning Telegram manzilimizni. Xo'p, endi bu chiqarishni tushunib oldik. Mana buy likes qaranglar. Endi like sotib olish ham mumkin ekan, lekin arzimaydi. Biz bu saytda sarmoyasiz ishlashimiz kerak. Tinchgina mana bu yoqda zadaniya bo'limi bor. Zadaniyaga kirib turib, mana bu yoqda zadaniya, mana bu ham misol uchun ton kirgizsang like beramiz deyapti. Yo'q, bizga kerak emas. Pastga tushsak, mana bajaradigan zadaniyalar bor. Misol uchun Telegram kanaliga obuna bo'lish, o'zlarining YouTube kanaliga obuna bo'lish, misol uchun odam chaqirsak ham, albatta chaqirgan odamimizga like beradi. Do'stlarimiz bor, misol uchun uyda oila a'zolarimizni telefoni bor, Telegram akkauntlarini taklif qilsak, qo'shimcha like taqdim etadi. Mana misol uchun oddiy kirib Telegram kanallariga bitta postiga like bosib chiqsak ham, mana bizga bittadan o'yinni like'ini beradi. Mana sovg'acha bo'limi, sovg'achaga o'tsak, bizga har kuni bittadan 100 tagacha like beradi. Men bu olib bo'lganman.
19 soatdan keyin yana qaytib olishim mumkin ekan. Mana endi o'rtasi esdan chiqib ketib qolibdi. Bu do'stlarni chaqirish mana invite'ga bosib turib, do'stlaringizga tarqatsanglar bo'ladi yoki mana yoqda kopirovat qilib, referalniy ssilkalarni, misol uchun YouTube deymizmi, TikTok, Instagramda, Telegram hamma tarqatsanglar bo'ladi. Mana misol uchun men 47 ta odam chaqirgan ekanman. Birinchi level, ikkinchi level 2 ta, uchinchi level 1 ta. Endi bu levellar nima desanglar, o'zim ham tushunmayman. To'g'risi menimcha ikkinchi level deganda sizlar bitta odam chaqirasizlar, o'sha chaqirgan odaminglar yana bitta odam chaqirsa, ikkinchi levelga o'tib qoladi. Bu odam yana bitta odam chaqirsa, bu birinchi level. Shu tariqa ulab ketilaverar ekan 5-levelgacha. U qancha ko'p odam taklif qilsanglar, shuncha yaxshi ekan. Xo'p, endi aytganimdek, vaqtida ton ishlab qolganlar ton ishlab qoldi, lekin hozir misol uchun yangi videoni ko'rayotganlar, bu bot haqida bilmaganlar bo'lsa, endi ton ishlasa bo'lmaydi demanglar, chunki ushbu bot yo'nalishni o'zgartirgan. Hozir ko'rib chiqamiz vaqtda ham. Mana bitta chiqamizda biosiga o'tib turib, mana Telegram kanaliga o'tamiz o'zini. Telegram kanaliga o'tsak, mana bu yoqda aytib o'tib ketgan. Mana 3-mart kuni post joylagan. 7 kun vaqtinglar bor toninglarni chiqarib olish uchun. Menimcha 10-martgacha chiqarib olinglar. Menimcha 10-martgacha cho'zmanglar. Agar ton yig'ib qo'yganlar bo'lsa, xuddi menga o'xshab ton ozroq bo'lsa, yig'ib qo'yganlar bo'lsa, o'sha 9, o'sha 10larga o'tib ketmasin iloji boricha. Tezroq chiqarishga harakat qilinglar toninglarni. Misol uchun endi kam bo'lsa ham ozroq tonda kriptovalyuta, zarari yo'q chiqarib qo'ysanglar. Keyin ishlashda davom etinglar maslahatim, chunki ushbu kanal shu paytgacha to'lab kelgan, demak ishonch bor. Va Telegram kanaliga kiramiz o'zini. Xo'p, mana bitta nusxalab tarjima qilib ko'ramiz buni. Yo, she'rni o'zim tarjima qilsa bo'lar ekan mana. Aytayapti, MonoYouTube yangi davr boshlandi deyapti. Xo'p, bizda ajoyib yangilik bor deyapti. MonoYouTube yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Loyiha o'z tangasini chiqarishga tayyorlanmoqda. Bu bizni o'yin tarixida mutlaqo yangi bo'lim kutayotganini anglatadi. Xo'p, bular o'zlarini endi tokenini chiqarmoqchi ekan, o'zining tangasini chiqarmoqchi ekan. Yana keyin eka tizimni kengaytirish ijro bilan tanga bilan birlashtirilgan o'yinni yaratishni o'z ichiga oldi. Xullas, yana boshqa o'yinlar ham yaratmoqchi ekan bular. Shuning uchun ushbu kanali bilan botiga obuna bo'lib qo'ysak, yangiliklardan xabardor bo'lib turamiz. Agar meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar, sizlar ham qolib ketmaysizlar. Endi ko'ramiz, endi bu yog'i tokenini chiqaradimi, chiqarmaydimi? Misol uchun men start bosib qo'yganman. Endi ishlashda davom etaman. Endi o'zini menimcha hali oxirgi 3-4 kunda bot uje yo'nalish o'zgaradi. Mana bu ton chiqarib olishlar to'xtatiladi. Shuning uchun tonni yig'ib qo'yganlar bo'lsa, uje hozir vaqti chiqaringlar. Yoki 9-sanasigacha chiqaringlar maslahatim. Uje o'yiniga o'tib ketmasin, uncha keyin o'yinida misol uchun adminlari javob bera olmay, tonni chiqara olmay yurmanglar. Shuning uchun ertaroq chiqarishga harakat qilinglar. Xo'p, ko'ramiz. Mana bu bo'limga o'tamiz. Xo'p, mana withdrawalga bosamiz. Adresimizni yozamiz, balansimizdagi hamma tonni yozamiz. Xo'p, balansimizni yozib olamiz 0.16. Endi adresimizni yozish uchun misol uchun men tonimni Tonkeeperga chiqaraman. Bu Tonkeeper bilasizlar, uje Notcoin paytidan uje hamma biladi bu programmani. Ton saqlash uchun o'zi yaxshi programma bu. Misol qulayda, ishlatishga qulay. Xo'p, adresimizni joylashtiramiz. Xo'p, bo'ldi, joylashtirdik. Xo'p, nima deyapti ekan? 1 daqiqa do'stlar, kanal pastda taxmini ham chiqdi. Shu adresni kiritmaysan deb taxmin qilyapti bizga. Taklif beryapti demoqchi edim. Yana qayta nusxalaylik-ku, 1 daqiqa. Adresni joylashtiramiz. Bo'ldi, mana withdrawga bosamiz, yana pul chiqarish. Mana sizda deyapti, successfully withdrawn 0.16 ton. Mana 0.16 toningiz muvaffaqiyatli chiqarishga qo'yildi. Okey. Balansimizda ton qolmadi. Endi do'stlar, bu Telegram bot o'z yo'nalishini o'zgartirgani sababli men layklarimni yig'ishga M2B tokenlarimni yig'ishga qaror qildim. Chunki aytib bo'lmaydi, misol uchun, ana shu M2B tokenni ham keyinchalik yig'ish qiyin bo'lib ketishi mumkin. Kerak biz o'sha laykni ham yig'ish qiyin bo'lib ketishi mumkin. Shuning hisobiga men yig'ib borishga qaror qildim. Bitta narsa, agar pulinglar misol uchun bugun yo erta chiqarishga qo'ysizlar, kelib tushmasa, riski adminiga yozinglar o'zini. Men admin bilan yozganlarimni ko'rsam, mana support games mana bu yoqqa bossak, ya'ni o'sha texpoddeshka deymizmi, shunaqa qo'llab-quvvatlovchisi mana. Qaranglar, menga kelib tushmagandi ton. Men aytganman, mana kim qachon chiqarishga qo'ydim 0.2 tonna kelib tushmagan desam, aytayapti, mana shu botga kirasiz, ID'ingizni bizga bersangiz degan.
ID'ingizni bersangiz biza chiqarib beramiz toningizni degan. Men o'sha botga kirganman mana. Xo'p, mana kirganimdan keyin menga start bossam ID'ni chiqarib bergan. Bitta start bossasizlar ID'larni chiqarib beradi. Xo'p, 1 daqiqa. Chiqib ketib qoldim endi. Bosilmayapti-ku bu. Mana ana keyin 0.2 tonni 5 daqiqadan keyin mana chiqarishga qo'ygan. ID'imni tashaganman. 5 daqiqadan keyin mana 0.2 tonnim kelib tushgan. Mana keyin rahmat deb qo'yganman. Agar toninglar ana shu 1 kun 2 kun ichida kelib tushmasa, adminga yozsanglar, o'zi maslahatim birinchi marta pul chiqarayotgan bo'lsanglar, tonni chiqarishga qo'ygandan keyin risk adminiga yozinglar. Yozinglar, misol uchun kirasizlar, men inglizchani bilmayman deb bahona qilmanglar. Hozir hamma joy tarjima va translate. Mana bilmayman. Misol uchun mana bu so'zlarni translatedan tarjima qilganman. O'zbekchadan inglizchaga aytinglar. Men ton chiqarishga qo'ydim. Tonim kelib tushadimi? Yana nimalar qilishim kerak deb admindan so'ranglar. Texpad dishkasida o'zi sizlarga aytadi mana. Mana shu botga start boss ID raqamingni foydalanuvchi ID raqamingni bizga ber deyish ham mumkin. Shuning uchun texpad dishkasiga yozib qo'yinglar ton chiqargandan keyin maslahatim. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Xullas aytganimdek, yig'ib qo'ygan toninglar bo'lsa chiqarishga shoshilinglar. Aytganimdek keyin o'sha tonni chiqarishga qo'ygandan keyin texpad dishkasiga yozinglar. Mana botni biosga kirsanglar, support turadi mana. Texpad dishka o'shanga yozasizlar. Men ton chiqarishga qo'ydim. Tonim o'zi kelib tushadimi yoki yana men nimadir qilishim kerakmi deb inglizchalab yozinglar. Endi o'zbekchani tushunmaydi-ku bu. Inglizchani misol uchun o'sha translate'lardan qilsanglar bo'ladi. Tarjimon saytlar bor, tarjimon misol uchun programmalar bor. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing, albatta esdan chiqmasin. Keyin kommentariyada qanaqa savolingiz bo'ladimi, qanaqadir bir yozmoqchi bo'lgan gapingizmi, qanaqadir bir taklifingiz bo'ladimi, yozishingiz mumkin. Yo agar ko'proq savolim bor, nimagadir tushunmayapman desangiz, mana Telegram kanalimga o'tsanglar, misol uchun kommentariyada ham qoldirmang, atak aytyapman yana. Mana yoqqa Tron King deb yozsanglar, mana to'liq yozib ko'rsataman. Tron King pastki chiziqcha yozasizlar 2024. 2025-yil bo'lsam, chunki bu 2024-yilda ochilgan kanal, shuning uchun usernameni o'zgartirmaslikka qaror qildim. Shunaqa deb yozsanglar ham chiqadi. Mana kanal Nursulton Crypto deb. Atak yana YouTube'da kommentariyasi, o'sha videoni kommentariyasida o'sha Telegram kanalimni ham manzilni qoldiraman. Mana shu boya sizlarga obzor qilib ko'rsatgan MoneyToBe botimni ham nimasini, havolasini qoldiraman kommentariyada. Do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Обязательно kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.